Mashhur aktyorlarning ijodiy yo'liga nazar solsak, ular o'z maromiga yetkazib ijro etgan qaysidir shoh roli tufayli muhabbat qozonganini tushunib olishimiz qiyin bo'lmaydi. Masalan, bugungi qahramonimiz haqida gap ketganida u avvalo o'zbek kinosining klassikasiga aylanib ulgurgan O'tgan kunlar filmidagi Zaynab qiyofasida ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Bu rol haqida keyinroq. Dastlab u o'ziga qadrdon nikoh uzugi haqida gapirib berdi. Bu nikoh uzugi men uchun juda ham qadrli. Bir umrga qadrli narsa. Chunki buni meni 18 yoshimda kelin bo'lgan bo'lsam, birinchi ZAKS kunimizda Lutful aka shu uzukni qo'limga taqib qo'yganlar. Shu oradan necha yil o'tdi, 43 yil, 44 yilmi bilmadim. Hech qayoqqa men bu nikoh uzugimni alishmayman. Minglab karatlik brilliantlarga alishmayman, dunyolarga alishmayman. Bu men uchun juda ham qimmatlik, juda mo'tabar, bir ajoyib sevgan insonimdan juda katta sovg'a. Onajonim ajoyib ayol edilar, juda ajoyib ayol edilar. Bu jonimni asosan qo'llarida tarbiya topganman. Otam erta olamni tark etganlar, juda o'qimishli, ajoyib inson bo'lganlar. Otajonim Hamidilla aka bo'lgan ismlari. Chilonzorda Chayka degan kinoteatri direktori edilar. Onajonim ekspeditor bo'lib, Qumriniso Zufarova nimada fabrikada ishlardilar. Bu jonim oddiy uy bekasi edi, lekin juda ham bir donishmand, oqila ayol edilar. Lekin bitta narsasi bor ediki, men hayotdanmi, tug'ilishdanmi, taqdirdanmi juda ham romantik qiz bo'lganman. Romantik qizaloq bo'lganman. Keyin nima deydi? Qalbim juda nozik bo'lgan. Nozik qalbli odamlarni o'zi san'at ahli, ko'ngil odamlar bo'lar ekan. Men uni keyinchalik tushundim. Lekin men tug'ilishimdan shunaqa edim. Adabiyot darsida yana bitta qahramon qiz haqida dars o'tdilar Qo'chqar aka. Endi shunaqangi ajoyib qahramon qiz bo'ladiki, o'rmonlarga olib borib dushmanlar qahraton qishda bitta uzun oppoq ko'ynakda doriga osishadi-da, aytadiki, vataningni sotsa hech qachon sotmayman. Yoshgina qizchasan. Rahming kelmaydimi? Joningni olamizsa 10 marta jonimni ol, vatanimni sotmayman. Keyin Rossiya o'rmonlarida uni jonini olib doriga osishadi. O'sha kuni kechasi bilan tuni bilan uxlamay chiqdim. Uydagilarning uxlashini kutdimda, kechasi soat 2. Qahraton qish payti. Bu 67-yillar payti juda qattiq qor yog'ardi. Qahraton qish payti hech esimdan chiqmaydi. Hamma uxlayotdi, kechasi 2. Sekin derazani ochdim. Qarasam bir 40 santimetrcha qor bir tekisda, pag'a kapalak qor yog'ayapti. Tungi ko'ylagim bo'lardi, yengi kalta. O'sha tungi yengi kalta ko'ylagimni kiydim. Derazaga sakrab tushdim. Sochlarim uzun edi. Odamlar hali ham aytishadi, "Esiz uzun sochlaringiz" deb. Sochlarim uzun sochlarim yoyvordimda. Sakrab derazadan tushdim. Qor pag'a yoyapti. Oyoq yalang qorda u yoqdan bu yoqqa borib kelganman. 3-4 ta kruk qilib, qo'limni orqasiga qilib, vatanimni sotmayman. Menga desa jonimni olinglar, vatanimni sotmayman deb pichirlab kelyapman. Bir 4 tami 5-krukka kelganda oyog'im ko'karib, yurmay qo'ygan. 15 yashar qizaloq. Yurmay qolgan, zo'rg'atdan emaylagunday bo'lib, derazadan sekin chiqib, yana o'ringa yotib olganman. Ertalab maktabga borishim kerak. Turaman desam, tura olmayman. Ismim 40 ga chiqib ketib, meni romantikam juda qimmatga tushgan. Bir 2 haftacha maktabga bora olmasdan davolanishga majbur bo'lganman. Tabiatan romantik, xushbichim, dilbar qiz dastlab yaqinlari yo'lidan borib huquqshunos bo'lish haqida o'yladi. Keyin esa tibbiyotga ham qiziqdi. Biroq ko'nglidagi boshqa ishtiyoq, san'atga oshuftalik uning
rejalarini butunlay o'zgartirib yubordi. U orzusini amalga oshirish uchun yolg'on gapirishga ham majbur bo'ldi. Maktabni a'lo baholar bilan tugatdim, boshqa qildim-da, qarang. O'sha kunlarni eslasam, xuddi hech kimi yo'q yetimcha qizdek. Bitta oddiy atlas ko'ylakda sochlarimni qirq-kokil qilib bu jonim o'rib qo'yarlar, ostin-ustin qilib, taqimimni o'pardi sochim. Men haqiqiy bir o'zbek qizi edim-da. O'zbekcha atlas ko'ylak, oddiy xon atlas, boshimda chamanda gul oppo do'ppi. Shartta kiydim, deb xuddi ertakda esiz ishonmaysiz, ertaklardagidek. Dokumentlarni to'g'riladim-da, teatr va rassomchilik institutiga yo'l oldim. Dokumentlarni topshirdim. Bir payt imtihon komissiyasi ham boshlandi, kirdim. U paytda Radum degan domlalar bo'lardi, juda bir ajoyib domlalar. Men bilmayman, juda ham bir baxtli inson ekanmanmi shunaqangi odamlar bilan duch kelib qolganimga. Yonimda hech kim yo'q meni qo'llaydigan. Na onam, na dugonalar, na opa-singillar. Men endi hozir boshimdan o'tdi ko'ryapman, institutga kirsa, qancha tayyorgarlik, ota-onalar ketidan borgan, yuragini ushlab, validol ishlab, imtihonidan chiqquncha nima bo'ladi? Bitta o'zim boribman. Topshirdim dokumentlarni, boshqa qildim-da, imtihonga falonchi kuni kelasan deydi. Keldim, imtihonlarni ko'rdim-da. Nimani tayyorlab kelding deydi o'sha payt. Qizchaman, bolaman, 17 yashar, 17 to'lmaganman ham. Desa, men Gulini monologini tayyorlab keldim dedim. Qani bo'lmasa aytib ber Gulini. Aytib berdim. Gulini monologini. Aytib berdim-da, hamma narsani unutdim. Hayron bo'lishdi. Keyin endi qo'shiq aytishni bilasanmi deydi. Umrimda qo'shiq aytmaganman. Lekin xohish shunchalik kuchliki, men bilaman dedim. O'sha paytda bir qanaqadir mashhur qo'shiq bor ekan, Muhabbat Shamayevaning qo'shiqlari, shuni aytib berdim. Endi raqsga tushasanmi dedilar. Umrimda raqsga tushmaganman unaqa. Asosan dramaga juda ko'p qiziqardim, kitob ko'p o'qirdim juda ham. Keyin, tushaman dedim-da, tanovarga tushdimmi bilmayman. Hech qilib nimani so'rasa aytib berdim. Bilasizmi nima bo'ldi? Bu yuqoridan bo'lgan bir oliy baxtmi bilmayman. Bir kichkinagina qizcha, xuddi yetimchadek, hech kimi yo'qdek o'zi kirib keldi. Hech kim unaqa u paytda ham bunaqa bo'lmagan. Bitta o'ringa 17 ta, 20 ta odam bo'lgan aktyorlikka. Keladi go'zal qizlar, ota-onasi bilan, ota-onasi ovqatlarni ko'tarib keladi, chiroyli kiyimlar kiyib kelishadi. Men oddiygina. Shu bilan bir payt ana qilsam, bir payt borsam, bir kun Guli deydi. O'sha qizlik ismim bilan suyunchi bersan, o'tibsan deydi. Hayratdan qotib qoldim. Sal o'tmasdan Arsen aka Ismoilov degan odam domlam keldiradi. Gulchehra dedilar, qizim dedilar. Lab aytsam, xohlaysanmi dedilar. 2-kursda o'qishni dedilar. Hazillashyaptilar deb o'yladim. Domla, nima deyapsiz? Seni 2-kursga olmoqchi biz, xohlaysanmi dedilar. Voy domla dedim. Agar behazil bo'lsa, albatta xohlayman dedim. Meni birato'la, menimcha teatr instituti tarixida ham bo'lmagan, nimagadir 2-kursga qabul qilishgan. Men juda katta faxrlanganman, lekin bitta narsadan haligacha o'kinaman, armon qilamanki, bespredmetniy etyud degan nimalar bo'lardi u paytda. O'shanaqa narsalarni menimcha yaxshi hali bilmayman, haligacha. Birato'la 2-kursga olganlar. Hayotimda birinchi marta yolg'on ishlatishga majbur bo'ldim. Yolg'ondan hazar qilardim, chunki onam, buvijonim doim o'rgatarlar. Bolam 3 yashar qizchaga asosan buvim tarbiyalaganlar. Bolajonim, ona qizim, yaxshi inson bo'lsang, yolg'ondan qoch. Yolg'ondan qoch, keyin vijdonsizlikdan qoch. U juda yomon narsa. Agar shunaqa ishlarni qilmasang, yaxshi qizcha bo'lsang, Alloh senga, taqdir senga
oq otli oppoq otda chiroyli shahzodani yuboradi, seni olib ketadi oppoq otida, rosa baxtli qiz bo'lasan derdilar. Men oppoq otni kutardim, ana shunaqa qizcha bo'laman deb albatta buvimga katta va'dalar qilganman, lekin o'sha va'damni buzganman deb onam qayoqqa yugurib qolding desa, onajon siz aytgandek endi Toshmiga emasu Tashkuga topshirdim, jurnalistika fakultetiga. Jurnalistika ham yoqadi, oyijon sizga debman yolg'ondan. Albatta yoqadi, agar eplasang juda yaxshi kasb dedilar. Keyin bir kuni G'ulomov degan domlam bordilar, teatraliy institutda ona tili adabiyotdan dars berardilar. Hayot bo'lsalar, iloyim umrlari uzun bo'lsin. Menga aytdilarki, imtihonlarni yakun payti, endi abituriyentlarga anaqa qiladigan payt, insholarni tekshirib baho qo'yadigan payt. Darrov domlalar o'zi bilib olar ekan bir-biridan kimni. Qizim bu yoqqa kel dedilar. Bu yoqqa keldilar, yonimga o'tirdilar. Labbay domlajon desam, attestatingni ko'rdim, a'lo ekan dedilar. Mana bu inshoni yonimda o'tirib tekshirsan, mana senga qizil ruchka, baholarni men bilan birgalikda tekshirib o'tirsan, faqat bahosini sen qo'ymaysan. Bahoni men qo'yaman dedi. Bo'ldi domlajon desam, faqat imlo xatolarini tekshirgan qizil ruchka dedi. Tekshirib, men uchun juda katta faxr bu bo'ldi. Tekshirib o'tiribman. Endi shunaqangi ichki g'urur bosolmayapti o'zimni deb, endi domlani akalan qilsam bir payt auditoriyaning eshigi shaxt ochildi. Ochildi. Ranglari quv o'chgan, oppoq rangda onajonim kirib keldilar. Men onamdan juda qo'rqardim. Ham hurmat qilardim, ham sevardim, ham qo'rqardim. Tamom bo'ldim, o'tirgan joyimda mixlanib qoldim. Lekin shu bilan birga madaniyatli insondilar. Men endi o'yladimki, tamom, endi shu yerda meni sochimdan, uzun sochlarimdan burab, sharmandalik hissi meni juda katta anaqa qildi-da, aktyorlikdan ketishdan ham burun. Sochimni qo'llarga burab olib chiqib ketsalar kerak. Chunki gunoh ish qilib qo'ydim. Men vijdonimga xilof ish qilib yolg'on gapirdim deb. Shunga o'tirib qolganim bilaman. Shunda juda chiroyli kirdilar-da. Assalomu alaykum domlajon. Ona qizim, rahmat. Ming rahmat sizga. Juda chiroyli tarbiya beribman sizga, juda yaxshi. Domlajon uzr dedilar. Qizim, oldimga tushasizmi? Siz siradilar. Men hayronman, umrlarda onajonim qo'mrin sog'ini siz siramaganlar. Oldilariga indamay tushdim. Domla hayron, tushunmadilar. Ketimizdan ergashdilar negadir domla-da, yurib qoldilar. Indamasdan onam quloqimga aytdilarki, ming rahmat bolam. Sizga juda chiroyli tarbiya beribman-ku. Yolg'on narsa ishlatibsiz-ku, o'zingizga katta va'dalarni berib. Hayotingizni yolg'ondan boshladingizmi? Yolg'on so'zdan boshladingizmi? Bu yaxshilikka olib bormaydi qizim. Hayotda ostonasida turibsiz. Bu uzun hayot. Agar yolg'ondan boshlangan hayot oxirgacha yolg'onlikcha ketadi. Meni dilim og'ridi, bolam. Dilim sizdan yomon og'ridi. Undan ko'ra o'sha yerda yuzlarimga shapatilab urganlari, sochlarimni burdalab yurganlari menga bunchalik og'ir botmasdi. Lekin shu o'zlarini bosib, chiroyli, mehribon gapirib aytgan so'zlari bir umr meni qalbimda, hayotimda, bolalarim, nabiralarimga mayoq bo'ldi. Hayotga to'g'ri yo'l ko'rsatishga mayoq bo'ldi. Vijdonsizlar gapirar ekan yolg'onni. Keyin boshimga ko'p narsalar tushdi. Boshqa odamlarning yolg'onini orqasida haqiqatan yolg'on bu juda yomon narsa ekan. Ana shundan keyin olib chiqib ketayotgan paytda haligi G'ulomov domla yuvib qoldilar. Xayr ham demadilar deb. Xayr, endi miyamda yo'q, nimaga domla yuvib qoldilar desam, bir payt dekanimiz Shavkat aka Yahyoyev, umrlari uzun bo'lsin, o'sha kishini boshlab kelibdilar. Shavkat aka keldilar deb, "Opa, assalomu alaykum" dedilar. Onajonimiz salom berib. "Yaxshimisiz ukam?" dedilar. Onajonim, "Opajon, iltimos sizdan bir og'iz gapimni eshiting." "Xo'sh, qulog'im sizda."
balkim man ona bo'lib bolam yolg'on gapirganda balkim man boshqacha yo'l tutgan bo'lardim, bilmadim, balkim qo'polroq yo'l tutgan bo'lardim. Qulog'im sizda dedilar onajonim desa, qizchani olib ketmang. Bilasizmi qanaqa katta harflar bilan yoziladigan buyuk inson, nechta insonlar bu qizchani imtihon qildi, imtihonda qabul qilishdi. Bu qizcha bitta o'zi yolg'iz kelganda avvalambor hayron qoldik. Yolg'iz kelib hech kimdan qo'rqmasdan qanaqadir ko'zchalarni pirpiratib jovdirab bizaga qaraganda biz hayron qoldik. Yo'q dedilar onam. Ming rahmat katta ustozlarga ham, o'sha katta domlalarga ham rahmat, ishonchiga qizimni. Lekin qizim yolg'on gapirdi. Demak, bu yaxshi emas. Menga yolg'on gapirib, boshqa institutga kirayapman deb yolg'on gapirdi. Lekin qizimni soddaligi pan berib qoldi. Imtihon varaqasi uyimda qolib ketgan ekan. Onam o'qisalarki, butunlay boshqa institutdan nomi. Ana shundan topib kelganlar. Ana undan keyin Shavkat aka desalar bu dil oxiri Shavkat aka domladan bir umr minnatdorman. Shunaqa chiroyli gap aytdilar meni oldimda. Oldin rozi bo'lmadilar onam. Aytdilarki, opajon dedilar, bir kuni keladiki, shu qizingiz xalqni olqishini oladi, duolarini oladi. Shunga rozimisiz dedilar. Bir umr baxtli yashaydi, duolar bilan yashaydi dedilar. Juda chiroyli gaplar gapirdilar, yana nimalardir dedilar. Yodimda yo'q, bolalik ongim bilan. Men jovdirab turibman endi. Onamni rozi qilib beraman. Ana shundan keyin o'shanda ham onam unaqa duo qilib, ja go'zal bir niyatlar bilan jo'natmadilar, lekin har holda onamni rozi qildilar, qoldirdilar institutda. Ana o'shandan keyin institutda qoldirdilar. O'sha institutda birato'la 2-kursdan boshlab o'qigan bo'lsam, o'sha davrdan boshlab omad hech qachon meni tark etmadi. Yolg'on gapirganim albatta yuragimda bir chetida armon vijdonimni kemirib turdi. Lekin yaratgan egam omadidan meni bebahra qoldirmadi. 1967-yili yosh aktrisani turkman adibi Xidir Diryayevning Qismat romani asosida yaratilayotgan 3 qismli telespektaklga taklif etishdi. Uning chinakam yulduzli onlari boshlanayotgan edi. Aktrisa uchun Uzuk Jamol roli nafaqat tomoshabin muhabbatini olib keldi, balki taqdir unga beqiyos tortiqni hozirlab qo'ygandi. Damira opa Qurbonova degan ajoyib ayol borlar, ustozim. Hali ham televideniya ishlaylar. Bir kun aytdilarki, telestudiyaga borasanmi dedilar, 16-17 yoshli qizga. Men boraman, rosa orzu qilaman, lekin o'tga kirgizmaydi, meni kirgizmasa kerak deganman. Desalar kulib yubordilar, juda ham soddasan, Gulchehra dedilar. Xohlasang olib boraman. Nimaga aytsam, Qismat degan video spektakl olinyapti, 4 qismli edi. Uzuk Jamol degan kambag'al, lekin juda go'zal qizga proba topshiryapti. Katta aktrisalar olib bordilar. Olib borsalar, bir sochlari oppoq, savlatli bir odam o'rtada o'tiribdi-da, yonlarida yana odamlar. Ular endi hay'at a'zolari ekan. Qizim keldim, assalomu alaykum deb kirdim. Ki qizim dedilar, mana buni sekin ko'chirib olgin dedilar. Nima bo'lsam, Uzuk Jamolning so'zi hozir yigitam keladi, shuni hozir proba qilib ko'ramiz dedilar. Haligacha yodimda, ishonasizmi? Bir joy bor ekan, go'zal gullar, dala gullarini teribsan, o'zingga o'xshagan juda ham chiroylisi. Sizga atab terdim, Berdijon desa, gullaring ham xuddi o'zingdek nafis, go'zal degan so'zlar bor. Ko'chirib yozib oldim-da, yodlab o'tir qizim dedilar. Ja, uncha e'tibor qilmadilar endi, doda. Sadilar anar qolib. Gaplashib o'tiribdilar yonlarida, buni yozib oldim, nima qilmay, endi so'zi bitta o'qishda yutib yordim nazarimda so'zlarini. Yutib yordim, shunchalik chanqoqligimdan-da. Bir payt eshik taqiladi, kiring deyishdi. Eshik ochildi. Men e'tibor qilmadim. Bu yerda keldi. Qizim, bo'ldi, tayyormisan? Tur. Bu yerdan o'ynaydigan yigit keldi dedi probaga. Qani tekshirib ko'raylik sizlarni ham. Lekin qizim xafa bo'lmagan. Juda sandan oldin ham ko'p, juda chiroyli qizlar, yigitlar topshirishdi proba dedilar. Ha, xo'p dedim-da, unda.
hali Kumush Otabekka birinchi nikoh kuni sekin nigohini bunday ko'tarib qaraydi-yu, siz o'shami deydi-yu, esingizdan xuddi o'shanaqa holat. Qarasam Lutfulla aka kirib keldilar. Kelishgan chiroyli oppoqqina. Lol bo'lib qoldim, qotib qoldim, men kutmovdim. Chunki o'sha paytda Lutfulla aka butun qizlarni kumiri edilar. Sezdirmadim, hammasini bosdim. Buvim bergan tarbiyalar, onamni tarbiyalar bosdim, ko'zimni yerdan uzmadim. Go'yoki tekstda ko'zim, xayolim faqat Lutfulla Sa'dullayevda. Lutfullaga e'tibor ham qilmadilar meni nazarimda endi. Kichkinagina bitta qizcha, qora mag'izdan keyin qani boshlaylar dedilar. Keyin tekstini olib dedilar. Sa'dullaga, yo'q. Qanaqa tekst olish? Men yutib yubordim tekst so'zini. Shunda qo'ydim-da, ko'zlariga qara olmasdan, sizga atab terdim, Berdijon desam. Mengami, gullaring ham o'zingga o'xshagan juda go'zal ekan. O'sha so'zlari hali ham esimda. Qilib bo'ldik-da, keyin gapiryapman-da, ko'zlarim chaqnab turibdi. Nazarimni keyin aytib berdilar Damir opa. Ko'zlarim chaqnab turibdi, shashqator yoshlar oqayapti-da, qanaqadir baxtdan ko'zing porlab yonyapti deydilar. Keyin nima bo'lganligi hammasi qarsak chalvor. Cho'chib ketdim. O'zimga keldim. Cho'chib ketdim-da. O'sha Sa'dulla akam umrlari uzoq bo'lsin, hali ham borlar. Bo'ldi, hammasiga javob dedilar. Mana shu kichkinagina qizcha bilan Lutfulla o'tdi. Rozimisizlar? Albatta rozimiz. Bo'ldi dedilar, ertadan repetitsiyaga kelasan dedilar. Endi mendan baxtli inson yo'q, repetitsiyaga keldim. Xullas 4 kun живой bo'ldi, o'ynadik. Hech kim tanimaydigan oddiygina chamanda gul do'ppili, sochi qirqkokkili, qora mag'izdan kelgan qiz mashhur bo'lib, o'zidan o'zi butun O'zbekistonga uyg'ondi-da. Mashhur bo'lib uyg'ondi. Har holda shunaqa deb maqolalar yozishdi-da. Sakkizinchi sinfda o'qiyotgan paytda biz butun sinf qizlari bilan birgalikda, dugonalarim bilan Lutfulla akani juda yoqtirardik. Bu deganim, demak, o'sha qizlar ham oshiq bo'lsa kerak-da. Oshiq bo'lib qolgan Lutfulla akaga. Lekin men ichida eng sardori deydimi sinfni xat yozdirishgan, men xat yozganman. Endi qarang, soddalikni qarang, hamma qizlar yozyapti deb endi ularning nomidan. Men deb yozibman. Sizni san'atingizni juda hurmat qilaman. Sizga o'xshagan aktyor bo'lish uchun nima qilish kerak? Maslahat bering. Hurmat bilan Gulchehraxon Zufarova deb yozibman. Bo'lmasa barcha qizlar atrofimda o'tirib o'rgatib